iPhone'dan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Charchaysizmi? Rahmat, Allohga shukr. Telefonimiz. Ne sotyapsiz aka? Yaqindagina oldi o'zi bilani. Aka iPhone'dan zerikdim, Redmi tutdim keldi. Redmi? Bo'ldi, men bilani korobkasi qani, xudo xolasa. Ya buni aka korobkasini ochganimda tashlavordim. Iye, nimaga tashlab olasiz? Kerak emas. Pul ko'p bilan ham korobkasi aka. Xabarim yo'q. Voy, tashlab yuborgan bo'lsangiz, lekin bunaqa narx olib qolammi kelishganmiz? Men buni 100 minus bo'ladi. Men buni 1300 olib qolsam, men buni 1200 olib qola olaman aka. 50 qo'shmaysizmi? Yo'q, lekin qo'sha olmayman aka. Bo'lish. Barakam. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi. Obunachilaringizga sotib olasizmi? Bonus sifatida. Ha, bonusmi? Bo'ldi, xudo xolasa. Nech pul olasiz buni? 500. Ishlaydimi hamma joy? Ha? Face ID ishlamaydi. Ha, Face ID'ni o'zi ishlamaydi. U korobka dokumentlariga bo'ldi, o'ynaverasiz xudo xolasa. Telegramga obuna bo'lsangiz, mana shuni beraman xudo xolasa. Bo'ldi aka, mana shu 3 yil baraka bo'ldi. Mashinaga o'tsangiz, men sizga pul olib beraman aka. O'yingizni o'ynamaymizmi? Ha, o'yinmi? Bo'ldi, mana ushlab turing. O'yin o'ynaymiz hozir siz bilan. 22. 22 mi? Ha, yo, to'xtang aka, 23 bo'la qolsin. Ya 22 mi, 23 mi? Bitta takror. 23 ha? Qani 1 2 3 ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 22 tanlovmadingiz? 23. 23 edi. Voy, kimingiz yutdingiz? Voy, men $100 yutib oldingiz deb o'ylaman lekin bari. Ikkilanib qoldingiz. Qizarib ketdingiz. Bo'ldi, yuring, men sizga mashina pul olib beraman aka. Ana aka, sizga 50 ming so'm yana bonus aka. Ishni olaman.